Hurmatli changga haydaydigan akalar, changga ustalari, bu murojaatimizni hammalar ko'rishingiz shart deb o'ylayman. Ishini reyta 30 da akalar pechkada uzilish bo'lib qoladi orada. Mana mana shu kichkina relay bardachoni orqasida turadi. Buni ko'pchilik topa olmasdan boshqa odamni tortar ekan. Ya'ni bu akamlar ham keldilar. Mashina o'chib qoldi dedilar. Elementlari simlari erib ketgan. Elementasini tortilgan pechkaga. Hozir kelyaptilar, mana shunaqa ko'chada qolib ketdim. Yana sim tortib berdik. Qaysi ustiga borsalar, o'tdan sim tortyapti, bu yerdan sim tortyapti, sim ko'payib chalkashib ketyapti. Uni yo'lini oldini olish uchun birov mana mana shu narsani ko'rish kerak bo'ladi, aka. Shinirayda bardachoni orqasida turadi mashinasi reli. Bitta mashina bilan hamma ishlar hal bo'ladi yoki katta muammolarga olib kelasizlar yoki bir ortiqcha chiqimlarga olib keladi. Akam Instagramdan topib kelibdilar, mana so'rang, aka, nima bo'ldi o'zi mashina? Mashinam shu o'chib qoldi, zavod bo'lmadi, elektrik chaqirdik. Elektrik yaqini ko'ladi, bu yaqini ko'ladi, promoy qilib sim qilib berdi. Simni tortib berdi, yana zavod bo'lmadi. Yaqindan tortib sim tortib, zavod bo'lmadi. Bizani qayerda ko'rib qoldingiz? Men Instagramda ko'rdim. Instagramda ko'rib, chirchiqdan keldim. Ishlaringiz hammasi bittami, joyidan? Bitta. Qo'yni bo'ldi, tramsida. Aka, sog' bo'ling, yaxshilik ko'rishing, buzilmasin, yaxshilik. Xo'p, sog' bo'ling. Shunaqa muammolarga duch kelmasligi uchun bizani kuzatib boringlar.